Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. BYD Chazor avtomobilimizga ofitsialniy приложение sunufga qilib berdik. O'zlari qilolmagan egarlar qilib bo'lmaydi. Bilasizlar, blokirovkasi bo'ladi. Kompyuter orqali приложение qilib bergan. YouTube Premium bor, YouTube обычный varianti ham bor, Google Chrome. Приложениеlar keyinchalik o'zlari skachat qilib yurishlari uchun tamda qabul restoran yozib berdik. Любой xohlagan payt skachat qila olinglar. Muammo bo'lmaydi. Blokirovkalar yechilgan holatda brauzer bor. Mana YouTube'larimda ham mana qaranglar. Video davom etayotgan paytda mashinani mana D ko'rdik. D turganda ham bemalol ko'rsatadi videoni yurayotgan vajdan paytda ham ko'rib ketsalar bo'ladi. Undan tashqari YouTube Premiumimiz bor. Bu YouTube'da masalan muzika qo'yib qo'ysak, klipmi nimadir, ketib turib navigatorda ishlatsanglar ham orqa fonda muzikasi ketaveradi. Navigatorlar ham joy-joyda ishlaydi. Mana shu xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bizga aksiyaga murojaat qilasizlar. Ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Yana o'zlari xohlagan priложение sunufga qilib bera olamiz.